bitta semiz odam turibdi oldingizda, semiz paqaloq, qornlari chiqqan, qornlari yog' to'plangan va yonida sportivniy qaddi qomati kelishgan, chiroyli, ko'rinishdan o'sha sport bilan shug'ullanganligi bilinib turgan yigit turibdi. Ikkita odam turibdi oldingizda. Ikkalasi ham bir xil xizmat, bir xil tovar, bir xil loyiha taklif qilyapti sizga. Siz ko'proq kim bilan ishlagan bo'lardingiz? 80% holatda men ishonch bilan aytaman, agar ularning mahsuloti, taklifi bir xil bo'ladigan bo'lsa, siz birinchi bo'lib baqqalonning oldiga bormaysiz. Birinchi bo'lib siz sportivniy telosложениyaga ega bo'lgan odam oldiga borasiz. Nimaga? Chunki ong ostida shunaqa fikr bor. Bu sport bilan shug'ullanganman, demak unda iroda bor, unda doimiylik bor, unda intizom bor. U muntazamlikni saqlay oladi, o'zini qiynay oladi, o'zini ustida ishlay oladi. Sport hali o'zingizni kimligingizni aytmasdan turib, tashqi qiyofangiz siz haqingizda o'sha odamlarga fikr bildirib bo'ladi. Siz dunyoqarashingiz punktualniy ekanligingiz, mashaqqatlardan qochmasligingiz, o'zingizni qiynashga tayyorligingiz, doimiylikni saqlash ko'nikmangiz borligini shu orqali isbotlab beradi sizni qomatingiz. Shuning uchun sport bilan shug'ullanishdagi yana bir foydali tomonlardan biri bu chiroyli qaddi qomat, sportivniy badan. Bu ham odamlarni, mijozlarni, hamkorlarni jalb qilishdagi eng kuchli marketing instrument hisoblanadi. Marketing va sotuv instrumentlari. Mana bugungi sizlarga insight.